4-chi bob. Xudo rahim shafqati bilan bu xizmatni bizga bergan ekan. Jasoratimizni yo'qotmaymiz. Uyatliq, xufiyona ishlarni qilishdan yiroq turib, hiyla mikrlik qilmaymiz. Xudoning so'zini burmulmaymiz. Aksicha, haqiqatni o'z peti aytimiz. Buning bilan biz o'zimizni Xudo oldida hamma kishiga bildiramiz. Ularmu o'z qalbida bizning qanday odam ekanligimizni biladi. Biz yetkazayotgan xushxabarning ma'nosi yoshurun deyilsa, u halok bo'lganlar uchunla yoshurundir. Chunki bu dunyoning hukmroni bo'lgan shayton, Xudoning obrazi bo'lgan Ayso Masihning ulug'ligini bildiradigan xushxabarning nuri, e'tiqodsizlarning dilini yotmasin deb, ularning aqlini ishilmas qilib qo'ydi. Biz qayaga bosak, o'zimizni emas, balki Rabbimiz Ayso Masihni jakarlaymiz. O'zimizga kelsak, biz faqat Ayso Masih uchun sizlarning xizmatkorlaringiz. Chunki dunyoni yaratganda nur qorong'ulikdan chaqilsin deb amr qilgan Xudo bizning o'zining Ayso Masih orqali ayon qilgan ulug'ligini tunib yetishimiz uchun xushxabarning nuri bilan qalbimizni yoritdi. Xudoning bizga ato qilgani xushxabarning nuridan iborat bo'lgan bebaho g'azinidir. Biz go'yo bu g'azini qochlangan sapal idish. Mana buningdan kishilar bizdagi ulug' qudratning o'zimizdan emas, balki Xudodan kelganligini bilalaydi. Mana biz her tarafdan qiyin ahvolda qoldik, ammo yakson bo'lmadik. Tamtirab qoldik, ammo umidsizlanmadik. Qo'g'inlayotimiz, holbuki Xudo tarafidan tashlab etilmadik. Yiqitildik-yu, ammo yo'qitilmadik. Ayso Masihga o'xshash azob oqibatlarga, hatto o'lim xavfiga duch kelyapmiz. Lekin Ayso Masih doim bizga kuch-qudrat berib turyapti. Buning bilan kishilar vujudimizdan uning hayot ekanligini ko'rib olalaydi. Shundaq, Ayso Masihga ergashganligimiz sababidan hamisha o'limga duchor qilinmoqdamiz. Kishilar buningdan Ayso Masihning hayotini bizda ko'rib olalaydi. Demak, biz hamisha o'limga duchor bo'lyapmiz. Sizlar bo'lsanglar, buning bilan hayotlikqa erishyapsizlar. Biz yanıla xushxabarni taqtivyapmiz. Chunki muqaddas yozmalarda yozilgan e'tiqod qildim, shu vajidan so'zildim deguchida bor bo'lgan e'tiqod bizdimi bordir. Chunki Rabbimiz Aysoni o'limdan tirildigan Xudoning biznimi uningga o'xshash tirildirganligini va sizlar bilan birga o'z huzuriga keltirganligini bilamiz. Biz tatiyotgan mushkulchiliklarning hammasi sizlar uchundir. Bu orqali Xudoning mehr shafqati texmi ko'p kishilarga yetkaziladi. Shundaq bo'lganda, ularning tashakkurlari Xudoga aytilib, Xudo texmi ulug'landi. Shunga jasoratimizni yo'qotmaymiz. Tenimiz bağansırı xarab bo'lsa-mu, ruhimiz kundan kunga yenilanmoqda. Biz uchrayotgan bu vaqtlik va arzimas azob oqibatlar bizga tangdoshsiz va mangulik shon sharaf elib keladi. Shunga ko'zimiz ko'rindiganda emas, balki ko'rinmaydigandidir. Chunki ko'rindigini o'tkinchidir. Ko'rinmaydigini bo'lsa, mangulikdir.